Somalining poytaxtida saylovlar kechikishidan gazab bilan janglar avj oldi. Bu harakat, shuningdek, saylovlarni orqaga surdi va muxolifat orasida norozilikni keltirib chiqardi. Ular buni Muhammadning hokimiyatni markazlashtirish rejasi deb biladilar. Hukumat bu ayblovlarni rad etdi. Muxolifat payshanba kuni tinch namoyish o'tkazishga chaqirdi. Associated Press axborot agentligining xabar berishicha, ko'chalarda ko'plab odamlar bor va politsiya patrullik qilmoqda. Politsiya zo'ravonlik, uyushgan hujumlar tufayli sodir bo'lganini aytdi va buni hokimiyatni ta'minlashga harakat qilayotgan siyosiy guruhlar bilan bog'ladi. 2007 yildan beri Al-Shabaab qurolli guruhiga qarshi kurashayotgan Somali uchun bu yana bir siyosiy to'ntarish. Somali oxirgi marta 1969 yil Rossiya yaqin kungi muhim saylovlar oldidan Armanistonga bosimni kuchaytirdi. Moskva gaz narxini oshirish bilan tahdid qildi. Rossiyadan ba'zi Armaniston mahsulotlari importini cheklash uchun choralar ko'radi va mamlakatni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan to'xtatib qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. AQSh savdo vakili Jameson Grierning dasturi. AQShning yuqori darajadagi savdo amaldori Washingtonning majburiy mehnatdan foydalangan holda ishlab chiqarilgan tovarlar importiga nisbatan yangi tarif takliflariga qaramay, amal qilishda davom etish uchun ko'p joy ko'rganini aytdi. Armanistondagi parlament saylovlari nima ostida? Washingtonda joylashgan Xalqaro Respublikachilar instituti (IRI) nodavlat tashkiloti tomonidan o'tkazilgan saylovoldi so'roviga ko'ra, Yevropaparast bosh vazir Nikol Pashinyanning fuqarolik shartnomasi partiyasi birinchi o'rinda turadi. Respondentlarning 32% o'z ovozlarini partiya foydasiga berishini aytgan. So'rov natijalariga ko'ra, muxolifat an'anaviy ravishda ko'proq Rossiyaparast qarashlarga ega va hozirda hukmron partiyadan ancha orqada qolayotgan 3 ta asosiy kuchdan iborat. Saylovchilarning 7 ga yaqini arman millatiga mansub rossiyalik milliarder Samvel Karapetyan boshqarayotgan kuchli Armaniston blokini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. U hozirda Yerevanda hokimiyatni zo'ravonlik bilan tortib olishga undaganlikda ayblanib, uy qamog'ida Kanada, AQSh va Meksika bilan erkin savdoni yangilashga intilmoqda. Kanadaning AQSh savdo vaziri Dominic Leblan bu tavsiyani seshanba kuni AQSh savdo vakili Jameson Grier va Meksika iqtisodiyot kotibi Marcelo Ebrardga yuborgan maktubida rasman etkazdi. Leblanc ushbu shartnomaning muhimligini ta'kidlab, kartnoma har bir davlatimiz va Shimoliy Amerikaning integratsiyalashgan iqtisodiyoti uchun juda foydali dedi. Ushbu diplomatik uvertura AQSh-Meksika-Kanada kelishuvini o'smcha iyul oyida rejalashtirilgan ko'rib chiqishdan oldin amalga oshiriladi. 1990 yillarning boshidan buyon 3 davlatning iqtisodlarini bir-biriga bog'lab turgan Shimoliy Amerika erkin savdo paktining so'nggi iteratsiyasi bo'lgan o'smcha tanlov oldida turibdi. Yo yillik tekshiruvdan o'tish yoki 16 yillik kengaytmani ta'minlash.